Assalomu alaykum. Geometrik yasashda sirkul yordamida burchakni ko'chirishni o'rganamiz. Buning uchun qalam, sirkul hamda chizg'ich kerak bo'ladi. Qani boshladik. Chizg'ich yordamida tekislikni chizib olamiz. Va berilgan alfa burchakni joylashtirib olamiz tekisligimizga. Bu jarayon ko'proq geometrik yasashlarda o'rinli bo'ladi. Agar bizga burchakni aynan gradusi bo'yicha o'lchashimiz zarur bo'lsa, transporter yordamida aniq graduslar o'lchasa bo'ladi. Alfa burchak belgilab oldim. Xuddi shu tekislik davomida ixtiyoriy nuqta belgilab olaman. Endi sirkul yordamida ixtiyoriy radiusdagi yoy chizib olaman. Aynan burchagimni ikkala uchini kesib o'tish kerak. Va belgilab qo'ygan nuqtamga ham xuddi shu radiusdagi yoyni o'tkazaman. Endi berilgan alfa burchakdagi ikkala tomonni kesib o'tgan yoyni nuqtalarini belgilab olaman va uni sirkul yordamida o'lchab olaman. Hosil qilyapti turgan burchagimizni tekislikni yoy kesib o'tgan qismini nuqta bilan belgilab olamiz va berilgan alfa burchakni ikkala uchini kesib o'tgan yoyni nuqtalarini belgilab olgandek, xuddi shu uzunlikda yana yoy chizamiz va ikkala yoy kesishdan hosil bo'lgan nuqta hamda biz boshida belgilagan nuqtalarni tutashtirib yangi alfa, ya'ni ko'chirilgan alfa burchagimizni hosil qilamiz. Burchak ko'chirish xuddi shu ketma-ketlikda amalga oshiriladi.